Men ishga joylashish uchun suhbatga bordim. Ular diplom kerak deyishdi. Men esa menga kerak emas dedim. Nega universitetda o'qimading deyishganda, men 4 yil umrimni partaning oldida o'tkazishni xohlamayman. Undan ko'ra 4 yil sizlarga ishlab pul topaman va tajriba orttiraman. Boshqalarga o'xshab universitetga borib kelishdan, qizlar bilan yurish va ichib chekib yuradigan do'stlardan ko'ra, men qiyin yo'l bilan o'rganishni xohlayman. Sizlarga bir hafta tekinga ishlab beraman. Agar sizga to'g'ri kelmasam, ishdan ketaman dedim. Men bir hafta ishladim va ularga men ishim ma'qul keldi va meni ishda olib qolishdi. Sababi men topchiman. Shuni o'zi universitet befoydaligini isbotlaydi. O'qishni bitirgan studentlarni emas, meni ishga olishdi. Sababi men bir hafta bepul ishlab berishga tayyor edim. 4 yil pul to'lab o'qigandan ko'ra bir hafta tekinga ishlab ishga joylashgan yaxshi. Vaqtni bekorchi narsalarga sarflamasdan. Xullas meni ishga olishdi va men birinchi oyning o'zidayoq sotuv bo'yicha rekordni yangiladim. Qanday qilib deysizmi? Men doimo telefonda o'tirardim. Og'ir mehnat. Telefon qilardim. Men hammaga telefon qilardim. Ofisdagilar meni ustimdan kulishardi. Sababi bizning biznesimiz kichkina edi. Lekin shunga qaramasdan men McDonald'sga o'xshash katta kompaniyalarga aloqaga chiqardim. Kompaniyalar shu darajada katta ediki, biz ularga reklama sochimizga zarrachalik imkon yo'q edi. Men shunga qaramasdan to'xtamasdan telefon qilardim. Gazetani olardim va u yerda kim reklama bergan bo'lsa aloqaga chiqardim. Sababi reklama berdimi? Demak, ularda reklama uchun pul bor va men ularga to'xtovsiz aloqaga chiqardim. Va birinchi oyning o'zidayoq rekordni urdim. Birinchi oyning o'zidayoq 3 ta shartnoma, har biri 40 mingdan 120 ming dollar sotuv qildim va undan 10% meniki. Tasavvur qilyapsizmi? 20 yoshimda bir oyda 12 ming dollar topdim. Umrim davomida buncha pulim bo'lmagan edi.